Qanday qilib IT sohasida bunday yutuqlarga erishdingiz? Birinchilardan bo'lib, menga ota-onam ishonch bildirishdi. IT bu nima o'zi? Kompyuterni sozlaysanmi? Qizim, qanaqa IT? Qiz bolaga xos ish topsang bo'lmaydi. O'qituvchimi, shifokormi? Unaqa desani qachon sataman? Atrofimdagilar ham meni qo'llab-quvvatladi. Najon, nima deysan endi? Havola ham qiling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizimiz IT'da o'qiyotgan ekanlar. Voy, sovchi kelayotgan ekanmi o'zi? Bilmasam. IT'ga o'qigan qiz kimga kerak? Voy, gapirmay. Nima deysan endi? Doktor bo'lmabdi-da. Voy, gapirmay. Akam ham har doim ishonch bildirgan. Notebookini eshittir, undan ko'ra bor, bizaga choy damla. Qolaversa, do'stlarim ham har doim men tomonda bo'lishgan. Aytiva sen qiz bola bo'lsang, balki harbiy ham bo'laman dersan. Ha, to'g'ri. Bema'ni ko'ndadan boshini og'ritib nima qilasan? Undan ko'rasi mana mana retseptlar kitobini o'qigan. Kecha shunaqangi mazali ovqat tayyorlashni o'rgandim. Turmush o'rtog'im ham eng qiyin paytlarimda suyanchi bo'ldilar. Ovqat hali ham tayyor emasmi? Yana dars qo'ysanmi? Atrofdagilar sizga ishonishga majbur emas. Eng muhimi o'zingizga bo'lgan ishonch. Shunda hamma orzularingizga erisha olasiz. IT Park Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklaydi. Har bir qizga o'ziga ishonishni va nima bo'lishidan qat'iy nazar orzulariga erishishini tilaymiz.